Men aniq bilaman, bu holat sizga tanish va sizni ham qiynaydi. Siz rus tilida gapirishni boshlaysiz, lekin so'zni oxiriga qaysi qo'shimchani qo'shishni, gapni qanday yakunlashni bilmaysiz. Hammaga salom, men Saida ismli Ruxshona, 9 yillik tajribaga ega rus tili o'qituvchisiman va bugun sizga aynan shu muammoga yechim topishga yordam beraman. Agar siz rus tilida akaga, opaga, singilga, onaga deb gap tuzmoqchi bo'lsangiz, albatta ga qo'shimchasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, men akaga qo'ng'iroq qildim. Agar siz men akaga qo'ng'iroq qildim gapini rus tiliga ya позвонил brat deb tarjima qiladigan bo'lsangiz, bu xato bo'ladi. Chunki siz akaga emas, aka so'zidan foydalandingiz va hozir siz bilan otlarga to'g'ri ga qo'shimchasini qo'shishni o'rganamiz va albatta bu mavzu to'g'ri gap tuzishingizga ham yordam beradi. Rus tilida kimga degan so'roq bor, ya'ni kому va hozir biz shu so'roqqa to'g'ri javob berishni o'rganamiz. Bu so'roqqa javob berish uchun bizlarga ga qo'shimchasi kerak bo'ladi. Aka, akaga, ona, onaga va shu qo'shimchani birgalikda qo'shishni va to'g'ri gap tuzishni o'rganamiz. Buning uchun bizlar ikkita asosiy qoidani eslab qolishimiz kerak bo'ladi va nafaqat eslab qolishimiz, balki amaliyotda ham ishlatishimiz va gaplar tuzishimiz kerak. Agar bizni otimizni oxirida o yoki undosh harf bo'ladigan bo'lsa, biz u qo'shimchasini qo'shamiz. Например, brat bratu, student studentu, studentu talabaga, bratu akaga, do'stga demoqchi bo'lsak drugu bo'ladi. Undosh harfga u qo'shimchasini qo'sh. Agar so'zni oxirida ye yoki mягкий znakni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz yu qo'shimchasini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Uchitel uchitelu, o'qituvchiga, giroy giroyu, qahramonga. So'zni oxirida ye borida yu qo'shimchasini qo'shdik. Agar so'zni oxirida siz a yoki ya harfini ko'rayotgan bo'lsangiz, bunday so'zlarga siz ye qo'shimchasini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Mama mami, onaga, sestra sestre, opaga, tyote tyote, xolaga. Agar so'zni oxirida siz i yani ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkita i ga o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Hammasi juda ham oddiy. Endi keling birgalikda misollar ko'ramiz, keyin esa ajoyib o'yinni birgalikda o'ynaymiz. Я подарил цветы mame. Men onaga gullar sovg'a qildim. Yo'q. Men onaga gullar sovg'a qildim. Он купил брату новый телефон. Он купил кому? Bratу новый telefon. U akaga yangi telefon sotib oldi. Hozir esa men gapni boshini aytaman, siz esa to'g'ri so'zdan va to'g'ri qo'shimchadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun gapimiz u opaga qo'ng'iroq qildi. Он позвонил sestре. Oxiriga ye qo'shdik. Keyingi gapimiz men qo'shniga taklifnoma berdim. Я дал пригласительное. Сосед. Qanaqa qo'shimcha qo'shamiz? Я дал пригласительное соседу bo'ladi. Umid qilaman endi siz shunga o'xshash gaplarni tuzganingizda umuman xatolar qilmaysiz. Kommentariyada yangi gaplar tuzib yozib qoldirishingiz mumkin, biz barchasini tekshiramiz. Agar siz ham rus tilidagi qiyin mavzularni shunaqa oddiy usulda o'rganib, rus tilida tez gapirishni xohlasangiz, pastda havola bor. Havola orqali ro'yxatdan o'ting va prepozning o'quvchisiga aylaning. Endi siz rus tilida ish harakati kimga yo'naltirilganini, kimga qo'ng'iroq qilganingizni, kimga xat yozganingizni yoki bo'lmasam kimga yordam berganingizni to'g'ri tushuntirib bera olasiz. Gapingiz xatosiz bo'ladi. Umid qilaman bugungi mavzu sizga qiziqarli va foydali bo'ldi. Shunga o'xshash videolarni o'tkazib bormaslik uchun albatta bizga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.